nega erim boshqa ayollarga yokida qizlarga qaraydi? Ko'p ayollar bu so'z bilan, bunday holat bilan qarshi kelishadi. Men sizlarga buni psixologik sabablarini tushuntirib beraman. Erkaklar birinchi o'rinda nimaga qarashadi va bu narsa evolyutsiya bo'lib, hozir bizani davrimizgacha erkaklarimizni DNKsida, ya'ni qonida bor. Ko'pchilik ayollarni qiziqtiradigan va ko'pchilik ayollar beradigan savol: nega erim boshqa ayollarga yokida qizlarga qaraydi? Ko'p ayollar bu so'z bilan, bunday holat bilan qarshi kelishadi va afsuski bunday holat hayotimizda juda ham ko'p. Men sizlarga buni psixologik sabablarini tushuntirib beraman. Aslida ayollar, bu narsaga hech ham xafa bo'lishinglar kerak emas. Buni hammasiga sabab bor va yechim ham bor. Agarda bu narsa haddidan oshib ketsa, albatta buni ham belgisi bor. Buni quyida aytib o'taman. Erkaklar birinchi o'rinda nimaga qarashadi? Ular evolyutsion shu yer shari yaralibdi. Erkaklar har doim vizual stimulyatsiya, ya'ni qimirlagan narsani sezish, unga ahamiyat berish, uni ko'rish, bu xoh erkak, xoh ayol, xoh bola yokida hayvon, ular qutqaruvchi rolida bo'lgani uchun, o'sha охотник rolida bo'lgani uchun evolyutsion ularga xavf soladigan, hayotga xavf soladigan, ya'ni oilasini, ayolini, bolalarini, uyini ga xavf soladigan narsa bo'lsa, qimillashmi, shamolmi, ovozmi, hammasiga srazu stimulyatsiya ularda bo'ladi, ya'ni ular bunga ahamiyat berishadi. Va bu narsa evolyutsiya bo'lib, hozir bizani davrimizgacha erkaklarimizni DNKsida, ya'ni qonida bor. Bu siz o'ylashingiz mumkin, unaqa chiroyli ayol emas-u, oddiy, ko'rimsiz, shunga ham qaradingiz deb xafa bo'lish mumkin ayollar, lekin bilinglar, qimilladimi, o'tdimi, u qanaqa xavf yetkazishi mumkin sizni o'tirgan joyingizga yoki ketayotgan joyingizga, sizni oilangizga. Shuni o'ylagan holda, ya'ni ular o'ylashmaydi, ularda avtomatik tarzda bo'ladi, ya'ni qimillagan narsaga ularda stimulyatsiya, ya'ni ko'rish orqali ular ko'proq va tezroq informatsiyani qabul qilishadi. Endi ikkinchisi, erkak kishi ba'zida ayol kishiga qarab, jozibador, chiroyli, yosh ayollarga qarab va ularni ham o'ziga bo'lgan e'tiborini tortib, o'ziga bo'lgan ishonchni qaytarishga harakat qilishadi. Ba'zi bir hollarda erkaklar shunday fikrlarga keladi: men hali ham yoshman, meni hali ham xohlashadi, men hali ham nakane degan so'zlar, ya'ni fikrlar va o'ziga bo'lgan ishonchni qaytarish maqsadida ham bir qandaydir lahzalik qarash yokida nima deydi, tikilish bo'lishi mumkin. Bu hech qanday xiyonatga yokida oilasiga, ayoliga xiyonat qildi degani emas. Va keyingisi, agarda oilada emotsional holat yokida o'sha muhit oddiy bo'lib qolsa, bir xillik bo'lsa, har doim har kuni bir xil ayolini ko'rib, bir xil ko'rinishda bo'lsa, shu holatlarda ham yangi vizual stimulyatsiya o'ziga qidirib ayolga qarashi mumkin, ko'chadagi, tashqaridagi ayollarga. Lekin bu ham men u ayolni xohlayman, bu ayol bilan men munosabat qurmoqchiman yokida boshqa narsa qilmoqchiman degani emas. Aslida bu bir soniyalik yokida qandaydir lahzalik qiziqish xolos. Agarda sizni turmush o'rtog'ingiz yokida partnyoringiz qandaydir ayolga hirs bilan va uzoq qarash davomida tikilib qarasa, demak bu yerda o'sha boshqa narsa bor. Demak, oilada qandaydir sovuqchilik, balkim sizni o'rtangizda emotsional bog'liqlik kamligi, balkim siz hamma narsani kelishib, gaplashib, belgilab olmaganingizdadir, balkim siz eringizga yetarlicha unga kerakli bo'lgan energiyani, emotsiyalarni bera olmaganingizdadir. Shuning uchun agarda erkak kishi ba'zida men hamma narsa qilaman, hamma narsa beraman, erimga raqsga ham tushib beraman, arabcha ham, o'zbekcha ham, kiyinishim, o'zimni soch turmaklarim hammasi juda ham yaxshi e'tibor beraman, qarayman deyishingiz mumkin. Agarda shu holatlarda ham, ya'ni siz hamma taraflama eringizga shu muomala qilib, hammasini joy-joyiga qo'yganingizda ham boshqa qizlarga qarasa, demak, u erkakda уже buzilish bor. Ya'ni u erkak hirsini, ya'ni o'zi o'sha jinsiy nimalarga, jinsiy xohishini to'ydirib, bu joyni gestaltini, ya'ni yopmaganligida bo'lishi ham mumkindir. Endi agarda sizni turmush o'rtog'ingiz yoki partnyoringiz shunaqa uzoq vaqt qarash qilsa, albatta u inson bilan
o'tirib gaplashib hammasini mulohaza qilib kelishib oling. Bu narsa sizga yoqimsizligi, bu narsa sizni ayol kishi sifatida pastga urishi, yerga urishi va bu narsa sizni ranjitishini gapirib, siz his tuyg'ularingiz bilan bunga tushuntiring. Yig'lab emas, janjal qilib emas, to'polon qilib emas, buni oddiy tilda, tushunarli o'zbek tilida tushuntirishingiz mumkin va erkak kishi ham albatta tushunadi. Erkak kishiga biz har doim ayollar kutamiz. Bizani fikrimizni, bizni boshimizda bo'layotgan o'ylarimizni ular tushunib olish kerak, bilib olish kerak. Yo'q, hamma narsani gapirish kerak, aytish kerak, ko'rsatish kerak, tushuntirish kerak. Ungacha erkak kishilarni ba'zi bir hollarda tushunishi, o'sha narsaga yetib kelishligiz o'ziga juda ham qiyin. Chunki bizani ayollarni bir minutda ichida qancha emotsiya, qancha his tuyg'ularni his qilamiz. Erkak kishilarda ham xuddi shu, lekin ular bu narsani ko'rsata olishmaydi. Ya'ni ayollar bu narsani ko'proq ko'rsatishadi, bo'li emotsional bo'lishadi. Erkak kishilarda esa emotsiyalari berkitilgan va lekin bu degani ular his tuyg'usi yo'q, hech narsani tushunmaydi, bilmaydi degani emas. Ular tushunishi uchun va shu his tuyg'ularni sizga nisbatan ochishi uchun albatta siz ham gapirish, mulohaza qilish qobiliyatini oshirishingiz kerak bo'ladi. Aytib o'tganimdek, erkaklarni boshqa ayollarga qarashi bu tabiiy mexanizmdir. Shundoq qaradi, o'tdi ketdi. Bu degani sizga xiyonat qildi yoki u ayolga nisbatan nimalarnidir his qilyapti yoki hozir o'sha qizni ketidan ketadi degani emas. Bu narsani siz tabiiy qabul qilib, agarda sizni bu ranjitsa, agarda bu narsa juda ham takrorlansa, ko'p bu haqida albatta gaplashing va kelishib oling. Umid qilamanki va ishonchim komil, siz albatta gaplashib, kelishib, uni ichki holatini, ichki hislarini bilsangiz, hammasi yaxshi tarafga o'zgaradi. Agar siz er-xotin munosabatlari va islomdagi odobi haqida batafsil bilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi saytimizga kirib, batafsil ma'lumotni o'rganishingiz mumkin.